Do'stlar, assalomu alaykum. Andijon shahridamiz. Temir bozor. Eng assortimenti ko'p akamizni do'koniga keldik. Yangi armaturani narx-navolari bilan tanishtirib o'tinglar deb akamiz голосовой yozib borgan ekan Telegramdan. Mana boshladik akalar. Xo'p akalar. Spiskani ochamiz. 8 li armaturadan boshlaymiz ekan mana. Bu tomondagisi begavot armaturalar mana. 8 li armaturamiz 4,5 ming so'm ekan mana birinchisida. Ikkinchisida turibdi mana 10 li armaturamiz 6100 so'm. 12 li armaturamiz 8800 so'm. 14 li armatura 12000 so'm. 16 li begavot armatura 16100 so'm. 18 li armaturamiz 19800 so'm. 20 li armaturamiz 24400 so'm. 22 li armaturamiz 29500 so'm. 25 ligi 38000 so'm. Endi ugonli pasta 75 li ugonli 71000 so'm. Bu ham begavot akalar. Bu tarafi bu tomoni begavot mahsulotlari. Bu tomon Namangan Rimiza deb qo'yishadi. Bu tomon Namanganda narxlari, Namangan zavodda narx-navolari. Ugonli 75 li 71000 so'm, 63 li 51000 so'm. Monolar aka qalinliklari mana. 5 stenka, 4 stenkasi 31000 so'm. Ugonli 4 li ekan. Bu ikkita tepadagi 4 li, tepadagi 63 li. Mana ugonli 40 li. Bu tomonda mana armaturalarning narxlari mana begavot yozuvda bor. Bemalol ko'rishinglar mumkin. Oson bo'lsin deb spiskasini qo'yib qo'yapman. Bemalol ko'rib olasizlar. Qo'shimcha savollar bo'lsa yozishinglar mumkin. Biz Andijon shahar temir bozorda o'z faoliyatimizni olib boramiz. Mana nomeri. Akaga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zimga chiqsanglar ham jo'natib yuboraman. Shopir gaplashib, o'zim sizlarni ishinglarni bitkazib qo'yaveraman akalar. Mana ko'rishinglar mumkin materiallarimizni. Mana armaturani xili. Bekobod Namangan. Do'stlar, temir bozorlarimiz kimga nima kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Eski yangi temirlar bo'yicha ma'lumotlar beramiz. O'zimiz shu sohadamiz. Shu bozorda savdo qilamiz ko'p yillardan beri. Akalar